Kredit foizini to'xtatish mumkinmi? Agar sizda kredit bo'lsa, foizlaringiz oshib ketayotgan bo'lsa va siz vaqtida to'lashga imkoniyatingiz bo'lmasa, unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Qaysi holatlarda kredit foizlari, peniyalari to'xtatiladi? Bu tartibda bank xodimlari sizga aytmaydi. Lekin qonunda qarzdorni himoya qiluvchi qoidalar ham mavjud. Bu Fuqarolik kodeksi va Oliy sud plenum qarorlarida ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni siz vaqtida to'lamayapsiz, qarzdorligingiz oshib ketyapti, bank sizga nisbatan chora ko'rishni boshlaydi. Ya'ni kreditdan bo'lgan qarzdorlikni undirish bo'yicha sudga beradi. Sudda hal qiluvchi qarori qabul qilingan kundan boshlab jarima peniyalar hisoblanishi to'xtatiladi. Ya'ni oddiy tilda aytsak, sho'chiga aylanishi to'xtatiladi. Aytaylik 50 million, 70 million yoki 100 million qarzdorligingiz bor. Kundan kunga qarzdorlik evaziga vaqtida to'lamasligingiz tufayli peniya hisoblanib ketyapti har kuni. Lekin bank sizga chora ko'rishni boshladi, sudga berdi, sudda hal qiluvchi qarori chiqdi. O'sha sanadan boshlab peniya jarimalar hisoblanishi to'xtatiladi.